Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaş ve en esil mediheler, alemlerinin yaratquchisi ve pervişçisi Allah Teala'ga xasdır. Haq dinni bizlerge yetkizgen suyumlik peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durud, dua ve salam yollayman. Hürmetlik okurmenlerimiz, növette huzurunlağa İslam Aqideler namlı kitapının davamını sunumuz. İslam dini alem şumul dindir. İslam dini bütün insaniyet için kelgen alem şumul bir dindir. İslam dini bütün insaniyetin dini bolğanlıqdan o barlıq prinsiplarda, ta'limotlarda ve qonunlarda inson tabiati bilan tamamen moslashadigan, onun jimi mushkulotlarini hal qiladigan ve ehtiyojlarini qondiradigan o'zgachiliklarga ega bir din. Bu sebepten İslam dini insonlar uchun rahmat dini degan imtiyozga sazovor bo'lgan. Bu dinning payg'ambari Hazreti Muhammed Aleyhisselam'na Allah Teala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ yani biz seni alemler için fakat rahmet kılıpla avattık degan. Biz hammamiz Allah Teala'nın mahlukatımız. Qaytışımız mı onun tarafiga bo'ladi. Bu qisqagina dünya hayotidagi barliq ishlarimiz onun o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Barliq mushkulotlarimiz faqat onun tuzib bergan qonuni bilan hal bo'ladi. Chunki har qanday bir ijodkor o'zining ijod qilgan narsasining sirini bilgandek, yaratquchimi biz uchun nimaning foydali va nimaning ziyonli ekanligini obdan biladi. Shunga insoniyatning mushkulotlarini Alloh taolaning diniga yo'lanmasdan o'ngishg'ili bo'lmaydi. İnsaniyat tarixi İslam dinidek mükemmel bir dindir. Onun kanunidek adaletli bir kanundir. Onun şuaridek yangraq bir şuardir. Onun ahlakidek yüksek bir ahlakını görgünüyor. Zamanımızdaki bazı Müslümanların İslam namıdan işlegen cinayetleri, Yahudi ve Hristiyanların İslam'a boğan öşmenliki, dinsizlerin hurapi teşvikatları sebeplik İslam'ın sureti kısmen burmalangan bolsumu, yenil o insanlarını qayil qilib kelmekte. G'arblik mutafakkurlarning, siyosiyonlarning va olimlarning islom to'g'riliq aytgan insofli so'zlari bor. Boshqa dindikilarning islom dini haqida aytganlari. İslam dinining haqliqini va ilg'orligini boshqa dindiki nurg'unlagan hozirgi zamon har soha ilm-fan olimlari to'nib yetib musulmon bo'lmoqda. Ulardan ba'zisining nima uchun musulmon bo'lganlik to'g'riliq so'ralgan savollarga bergan javoblaridan bir qanchani naql keltiramiz. Birinci, Angliya şahzadesi Charles 1992 yılı Oxford Üniversitesi'de sözlegen İslam ve G'arb degan temadagi leksiyasida mundaq degan. İslam bizga tinchlik ichida hayot kechirishning yo'llarini o'rgatadi. Bu Hristiyan dini qo'ldan berib qo'ygan o'zgachilikdir. İslam dini inson bilan tabiatning, din bilan ilmning va aql bilan tabiatning orasini ayirishni rad qiladi. Ikkinchi, Angliyalik tilshunos va biologiya mutaxassisi Professor Leon mundaq deydi. İslam dinining eng afzalligi shu yerdaki, o aqliy bilish ustiga qurilgan bir din bo'lib, agachkuchilarning fikriy energiyasini to'ng'itib qo'yishga emas, balki taraqqiy qildirishga chaqiradi. 3. Gollandiyalik tarixshunos va talantli shoir doktor Lemelma mundaq deydi. İslam dinining ilg'or bir din ekanligining dalillaridan biri shuki, Onunda terki dünyalık tergib qilinmaydi. Onunda başqa dinlarda bo'lgandek diniy besimdarlik yo'q. Musulmon odam nadili bo'lmasin, haqiqatni izlashga chaqirilgan. İslam dinida qarindoshlik bilan barobarlik asosli o'ringa qo'yilgan bo'lib, o aqlni qadrlaydi. Aroq va zaharli chekimliklarni qattiq cheklaydi. 4. Yaponiyalik iqtisodshunos va ijtimoiy ishlar mutaxassisi doktor M mundaq deydi. İslam ta'limotlarının aqlga muvofiq va o'ng'aylik yuzasidan oddiy kishilarmi uni tushunalaydi va turmushda amaliylashtiralaydi. Shunga islom dinida boshqa dinlardagidek din odamlari deb atildiganlarni va o'zlarini boshqalardan alohida ustun tutadiganlarni topqili bo'lmaydi. 5. Yaponiyalik ishki kasalliklar mutaxassisi doktor Shinotaki mundaq deydi. Men bolaliqimdan e'tiqod qilib kelgan Budda dinini tark etib, İslam diniga kirishim bilan keng ketgan bir ruhiy olamni kashf qilgan bo'ldi va umrim ichida tunji qatim hayotning ta'mini tetidim. 6. Germaniyalik sharqshunos Zifert Hob Allohning nuri Yevropada parlaydi nomli asarda mundaq deb yozgan.
Kishilar dinga kirishga zo'rlanmaydi. Mana bu Qur'oni Karimning prinsipi bo'lib, arablar hukmronlik ostida qolgan millatlarni islom diniga kirishga zo'rlagan emas. Islom dinining nuri parlash bilan xristianlik bir izida to'xtab qoldi. Musulmon bo'lmagan xristianlarmi xuddi gul chechaklar quyosh nuriga talpingandek musulmonlarga talpingan edi. 7. İslam mutafakkiri Allama Muhammad G'azzali g'arblik sharqshunos Kont Henry'ning İslam kengchilik dinidir nomli asridan mo'nu so'zni naql qiladi. İslam diyarlarida yashayotgan xristianlarning tarixini tadqiq qilib chiqib, shu haqiqatga yetdimki, musulmonlar xristianlarga to'limi isil va to'limi ulgilik muomala qilgan. Bundaq bir yaxshilikni musulmonlardan boshqasidan ko'rgili bo'lmaydi. 8. İmam Muhammad Abdu g'arblik sharqshunos Hanotoning mo'nu so'zini naql qilgan. Biz musulmonlarga adolat, tinchlik va kechirimchanlik jihatlardan ko'p minnatdormiz. Biz bu dinni astoydil o'rganib, uning haqiqatlarini tushunishga muhtojmiz. 9. Mashhur mutafakkur Artin Hamilton mundaq degan ekan: insonlar agar haqiqatni izlaydigan bo'lsa, islom dinining barliq insoniy mushkulotlarni hal qila oladigan bir din ekanligini albatta bilgan bo'ladi. Iymon va islom. Iymon degan nima? Iymon so'zining lug'atdagi ma'nosi chin ishinib e'tiqod qilish deganni ifodalasa, islom terminlarida Alloh taolo tarafidan Muhammad alayhisalomga bildirilgan haqiqatlarning rost ekanligiga chin ishinib qabul qilish va uni til bilan so'zlashdir. Hasan al-Basri radhiyallohu anhu mundaq degan ekan: iymon og'zaki armon qilish yoki o'zini musulmoncha ko'rsatish bilan hosil bo'ladigan narsa emas, balki u dilda o'rin oladigan, uning rostligini amal isbotlaydigan narsadir. Ba'zi insonlar deydiki, biz birovga bo'ysunib, uning buyrug'i ostida yashashni xohlamaymiz, balki o'zimiz xohlagan bo'yicha hayot kechiramiz. Chunki biz erkin yaratilgan mavjudotmiz. Bu insonlar o'ttirsidik o'zaro munosabatlarda oqqan bilan Alloh taolo bilan bo'lgan munosabatda oqmaydi. Chunki inson Alloh taoloning mulkidir. U Alloh taoloning yaratishi, rizqlantirishi va parvish qilishi orqasida shundoq inson bo'lib yetishgan turib, uningga isyonkorlik qilsa bo'lamdi. İnsonga yarashadigini Alloh taologa taltukis bo'ysungan holda uning xohishiga uyg'un shaklda hayot kechirishdir. Musulmondan talab qilinganimi mushu edi. Bundaq yashaganlar haqiqiy musulmon deyiladi. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Yani kimki yaxshi ish qiluvchi bo'lgan holda Allohga bo'ysunadi ekan, u eng sog'lom tutqiga esilgan bo'ladi. İşlarning oqibati Allohga mansubdir. Iymonning asosiy prinsipi. Savol: iymonning asosiy prinsipi nima? Iymonning asosiy prinsipi tövandagi 6 haqiqatga chin ishinib e'tiqod qilishdan iborat. 1. Alloh taoloning borligi va birligiga chin ishinib e'tiqod qilish. 2. Alloh taoloning payg'ambarlariga chin ishinib e'tiqod qilish. 3. Alloh taoloning farishtalarining borligiga chin ishinib e'tiqod qilish. 4. Alloh taoloning kitoblariga chin ishinib e'tiqod qilish. 5. Qiyomat kunining bo'ldiganligiga chin ishinib e'tiqod qilish. 6. Yaxshilik va yomonlik Alloh taoloning taqdiri bilan bo'ldiganligiga chin ishinib e'tiqod qilish. Yuqorqi 6 haqiqatga chin dilidan ishinib, uning taqazzosi bo'yicha amal qilgan odam mu'min deb ataladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan: Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Yani iman etqanlar Allohga, uning payg'ambariga va Allah onun tushirgan kitobga va ilgari tushirgan kitoblarga iymon keltiringlar. Kimki Allohni, uning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u qattiq ozg'an bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: iymon Allohga, uning farishtalariga, payg'ambarlarga, kitoblarga, qiyomat kuniga va yaxshilik yomonlik Allah'ның taqdiri bilan bo'ldiganligiga chin ishinib,
qabul qilishdan iborat. Savol: Islom degan nima? Islom Alloh taologa o'zini topshirish, ya'ni toat ibodatlar bilan uningga bo'ysunish demakdir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Alloh taolo tarafidan kelgan din islom deb ataladi. Alloh taolo islomni bayon qilib mundaq deydi: "Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Ya'ni kimki yaxshi amallarni qiluvchi bo'lgan holda Allohga bo'ysunadi ekan, u Rabbining dargohida mukofotga erishadi. Mundaqlar uchun hech qanday qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi.